Azaldan beshik Markaziy Osiyo madaniyatida mustahkam o'rin egallagan. O'zbek xalqi beshik timsolida milliy qadriyatlarni, o'zligi va an'analarni tasavvur qiladi. Bu hunarmandchilik ota-bobolarimizdan farzandlari va nabiralarga meros qolgan. Hozirgi lavhamizda aynan g'ijduvonlik hunarmand aka-ukalar faoliyati haqida hikoya qilinadi. O'zbekistonda hunarmandchilikni rivojlantirishga davlat darajasida katta e'tibor qaratilib, hunarmandlarga imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari va xomashyo sotib olishda ko'mak berilmoqda. Qo'lida hunari bor kishini mevali daraxtga o'xshatish mumkin. Daraxt o'zining mo'l-ko'l hosili, huzurbaxsh soyasida odamlarni bahramand etganidek, hunarmand ham o'z ijod mahsuli bilan el u yurtga manfaat keltiradi. Shu boisdan ham hunarmandlar barcha davr zamonlarda e'zozda bo'lganlar, xalq hurmatini qozonganlar. Qadim urf-odat va qadriyatlarimizning bardavomligini ta'minlashda o'z hissasini qo'shayotgan g'ijduvonlik aka-ukalar beshikzodlik hunari bilan shug'ullanib kelishmoqda. Beshikzodlik hunari bilan shug'ullanib kelamiz. Ustozim akam hozirgi kunda mana shu beshiklarni taxlab, turizm sohasiga, xalq xizmatida xalqqa tarqatib, shu narsa bilan ro'zg'or tebratyapmiz. Mahallaga borib, yoshlar yetakchisiga murojaat qildik. Imtiyozli 100 million kredit ajratib berdilar. Shu vaqtda foydalanib kelyapmiz. Beshik tayyorlash jarayonlari shu haftada 10 ta, 20 ta beshik tayyorlash jarayonlari mana yog'och tanlashdan boshlanadi asosiy. Yog'ochni borib olib kelamiz. Keyin bu yerda quritib, shu kesib, unga ishlov berib beshik yasaladi. Akamdan hozir o'rganishimga 9 yil bo'lyapti, lekin hali 100% bilaman deb o'ylamayman. Tayyor bo'lgan beshiklarni shu aholiga yetkazamiz, bozorlarga beryapmiz. Hozirgi kunda 2 nafar shogirdimiz bor. Hunarmandchilikka qiziquvchi, bitiruvchi ishsiz yoshlarni qabul qilaveramiz. Hunar tuganmas xazina. Qunt bilan o'rgan hunar, hunardan rizqing unar deydi mehnatsevar xalqimiz. Hayot davom etar ekan, avlodlar ketidan avlodlar dunyoga kelar ekan. Yuqorida qayd etganimiz, noyob buyumlar turmush ehtiyoji uchun doimo kerak bo'lishi tabiiydir. Shunday ekan, beshikzodlik umrboqiy, o'lmas hunarligicha qolaveradi.